Mana aziz qiziquvchilar, mana nihoyat kataytib bitkizdim. Bir kunda 1 soat, yarim soatdan vaqt ajratib qildim. Mayda ishlik uchun vaqt ko'p ketib qoldi. Hop, bunga 350 ming so'mlik profil ketdi. 12 metr setka ketdi. Setka где-то 8 ming so'm. Dan hisoblayverasizlar metrini. Santexnikasiga 300 ming so'm ketdi. 100 mingga truba, chig'anoq, mayda chudalar 200 ming so'mga napilnik oldik. 140 mingga panerka oldim tagiga. 35 mingga kraska ketdi. 70 ming so'mga manaqa doyiydigan karmoshkasi ketdi. Xullas, buyog'i 800 ming 1 millionga borib bormay pul ketdi. Lekin mehnat ko'p nihoyatda mayda ishagan. Endi ancha-muncha kamchiliklariga rozi bo'lasizlar. Qo'ldan kelgancha qildim mana birinchi marta yasashim buni. Mana bedananing bittasini solib ko'rishdi bir pasda. Mana eshik qo'ydim. Mehnatimizga yarasha poddesh qilib turasizlar. Podpisatsiya bosib, layklarni bosib tashlayverasizlar. Biz harakat qilib sizlarga ko'rsataveramiz. Bedana turadi. Bega go'ngi tushadi. Yodan suv ichadi. Yodan don yeydi. Donni tagidan tuxum begi keladi. 4 etaj. Hop, 50 ga 1,5 bo'ldi. Har biriga 75 tadan bedana solinadi endi.